Onasini e'zozlagan farzand eng yaxshi farzand ekan. Ayolni hurmat qila olgan juft halol, eng yaxshi juft halol ekan. Madina Munavvaraga kelganingizda onangizni chiroyli kiyintirib xursand qilaman desangiz, ayolingizni xursand qilaman desangiz, zo'r abaya do'konini topib qo'ydim, hozir sizga ko'rsataman. O'ylaymanki, bu foydali bo'ladi sizga. Videoni saqlab qo'yib, videoga hozirning o'zida bitta like bosib qo'ying. Masjidun Nabaviyni 307-darvozasini topasiz va to'g'riga qarab yurasiz. Do'kon yoniga kelganingizda sizni o'zbek zabon, asli afg'on bo'lgan akalarimiz kutib olishadi. Ichkariga kirishingiz bilan ayollar va erkaklar uchun sifatli va hamyonbop mahsulotlar kutib oladi. Xo'p aka, yana sizni obunachalaringizga arzon yaxshi abaylar kerak bo'lsa, mana bu tomondagilar bor. Bilal 5 taasi 350 ming so'mga. Bu yerda abayalar narxi 100 ming so'mdan boshlanib 1 million so'mgacha boradi. To'lovni o'zbek so'mida, Saudiya riyolida yoki AQSh dollarida ham qilishingiz mumkin. Yana bir yoqqan tomoni, akalarimiz mehmonlarni o'zimizning milliy do'ppilarimizni kiyib kutib olishlari bo'ldi. Bu esa har qanday safarda yurgan xalqimizning ko'nglidan joy oladi. Ko'rib turgan deyarli barcha mahsulotlarga 50% gacha chegirma qilishlarini aytishdi. Bu akalarimiz afg'on, lekin o'zbek zabon insonlar. Meni videomni ko'rsatib kelavering. Akalarimiz sizni bu yerda nima olishingizdan qat'iy nazar xursand holatda jo'natib yuborishadi. Bu yuziga bitta like bosib, Madinaga keladigan yaqinlaringizga videoni yuborib qo'ying, albatta foydali bo'ladi. Begona joylardan olgandan, pulga aldanib qolgandan ko'ra o'zimizni o'zbek, o'zimizning milliy do'ppilarimizni kiyib yurgan odamni olsangiz, maza qilib gaplashib ham savdo qilib ketasiz.